Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 150 bosh qo'chqor ketdi. Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida Qirg'izistondan ketdi. Qo'zi qo'chqorlar ekan. Bugun hafta kunlariga seshanba 20-noyabr. Yani 7-8 oylik qo'zilar. Tallab olishga 4,5 milliondan ekan. Hayri bor ekan, kelishadigan yeri bor ekan. Bu ham endi asos savdogar hozir yo'q bu yerda. Dalaga olib chiqishibdi baqqani buni. Variantlar ko'p ekan, ha? 152 ta. 152 ta ekan. Bo'g'oz sovlolar ham bor, ha? Bo'g'oz sovlolardan ham bor. Bo'g'oz sovlolardan ham bor. Manzil Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Zotga olaman, zotga ham bor. Zotga oladiganlar uchun zotga zotga ham tanlab oladiganlar bor ekan. Bular ko'p o'sha Arashan zotidanmi? Ha, ularimiz ham bir qarcha. 18-20 chiya. Endi hozir kelgan, bular hali charchog'i ham chiqqan yo'q. Kecha kechqurun tushdi. Kechqurun tushgan mana. Kimga shunaqa qo'zi qo'chqorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar mana. Mana bunaqa zo'rlari ham bor ekan mana. Mana shuni zotga olsa ham bo'ladi uni. Mana. Bir 150 bosh qo'zi qo'chqorlar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Afg'on parodagi mana qulog'ini qarang, qulog'ini uzunligini. Ko'ryapman, tanlab olishdi. Kattalardan olib qo'ygan qaraman. Mana obunachilar, hurmatli chorva ishqibozlari, mana aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa qo'chqorlar kerak bo'lsa, qo'zi qo'chqorlar. Manzilimiz Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. 150 bosh qo'zi qo'chqorlar, 7 oy, 8 oyliklar. Tanlab olish 4,5 million deyishyapti. Kelishtirib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yamiz. Yeb ichishlari zo'r mana hammasi. Dalada mana terakni, mevalarni bagini yeyishyapti. Zo'r yeyishi. Aloqaga chiqaverasizlar.